O'tkazmasmi mana shu ta'sir? Qabulimizga farzandlarida qovoq tushishi, ya'ni to'z bilan murojaat qilib kelishadi. NMG tekshiruvini o'tkazamiz. NMG tekshiruvini ritmический stimulyatsiya protokolida miasteniya kasalligini tekshiramiz. Nimaga miasteniya kasalligini tekshirishimizdan keyingi videolarda oydinlik kiritib ketaman. Miasteniya kasalligi farzandingizda chiqmadi, yaxshi chiqdi deb aytganimizda ota-onalari demak farzandimda to'z yo'q ekanmi degan savol berishadi. Shu haqda ozgina ma'lumot berib ketmoqchiman. Bu degani to'z yo'q degani emas. To'z bu qovoqni tushishini, har qanday holatda tushishini to'z deyiladi yoki polip to'z deyiladi. Agar to'liq tushsa to'z deyiladi, yarim holatda tushsa buni polip to'z deb ataymiz. To'z bu kasallik emas, to'z bu simptom hisoblanadi. To'zni sabablari turlicha bo'lishi mumkin, turli xil kasalliklarga uchrashi mumkin. Mana shu sababini aniqlashimiz kerak va sababiga ko'ra davolaniladi. Keyingi videolarimizda mana shu to'z sabablarini ko'rib chiqamiz.